Assalomu alaykum, yana bir bor. Avvalgi videoda aytib o'tganimizdek, bu safar kirim va chiqimlar bo'limi bilan ishlaymiz. Bu yerda xomashyo qabul qilamiz, sotuv bilan shug'ullanamiz, mahsulot ishlab chiqarilgan mahsulotlar ma'lumotlarini saqlaymiz va qo'shimcha xizmatlar ma'lumotlarini saqlaymiz. Xomashyo kirimidan boshladik. Avvalgi videoda barcha xomashyo turlarini saqlab olgandik, xomashyo beruvchilarni ham saqlab olgandik. Xomashyo kirimi tugmasini bosganimizda bizda shunaqa forma ochiladi. Bu yoqdan kirim qilinayotgan xomashyo turini belgilaymiz. Agar bu ro'yxat juda uzun bo'lib ketishi mumkin. Mana bu qidiruv bo'limidan kerakli mahsulotimizni topib olsak bo'ladi. Masalan, qop deb yozsak faqat shu nom ostidagi mahsulotlar bizga ko'rinadi. Keragini belgilaymiz. Endi biz kirim qilamiz, masalan, mel kirim qilishimiz kerak. Bu avtomatik ravishda asldan akadan kelar ekan, asldan aka belgilanadi. Oxirgi kirim narxi bu hozir bizga kerakli joyi yo'q va haqdorlik. Bu bizni asldan akadan hozirgi vaqtdagi qarzdorligimiz. Kirim vaqtida ham ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Miqdor degan joyiga kirim bo'layotgan mahsulotimizni miqdorini kirgizib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 16 tonna mel qabul qilyapmiz. Narxi masalan 400 so'mdan oldik. Melni 400 so'mdan asldan akaga pul beramiz. Yo'l kira xarajatlari bo'lishi mumkin. Masalan, 1.600.000 so'm mana shu 16 tonna mel uchun yo'l kira berdik. Tushirish xarajatlari masalan 220.000 so'm ushbu mahsulotni tushirish uchun xarajat qildik. Saqlash tugmasini bosamiz. Bu yoqda yana bir marta asldan akani belgilab qo'yamiz. Va endi asldan akadan qarzdorligimiz 11 million so'm edi. Xomashyo beruvchilarda. Endi 17.400.000 so'm qarzdorligimiz o'zgardi. Shu oxirgi kirim qilgan melni hisobiga. Bu yoqdan kirim bo'lgan mahsulotlarimizni kirimlar ro'yxati bo'limidan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'zgartirish imkonsiz, nimanidir. Yo'q, o'zgartirsa bo'ladi. O'sha o'zini tartib raqamini ustiga 2 marta bosib, masalan 16 tonna emas, 15 tonna kelgandir. O'sha miqdorlarini yoki narxlarini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. 16 tonna 400 so'mdan 6.400.000 so'm bo'pti. Biz qabul qilgan mahsulotimiz o'sha 6.400.000 so'm aslida nakadagi 11 million so'mga qo'shilib 17.400.000 so'm bo'lib yangilandi. Keyin yana masalan xomashyo kirimi yana kirim qilamiz. Masalan, sement. Bu safar Aziz akadan sement qabul qilamiz. Aziz akani bir marta belgilab qo'yamiz. 2 million so'm qarzdorligimiz bor edi. Masalan, 10 tonna sement qabul qildik. Narxi 800 so'mdan. Yo'l kira xarajatlariga masalan 1 million so'm berdik. Tushirish xarajatlariga 100.000 so'm deylik. Saqlash tugmasini bosamiz. Endi mana Aziz akadan qarzdorligimiz 10 million so'm bo'ldi. Hozirgi 10 tonna sement 800 so'mdan 8 million so'm qo'shildi. 10 million so'mga o'zgardi. Keyin bu yoqda yana mana oxirgi kirim narxi ko'rinib turadi. Mana sement qabul qildik 800 so'mdan edi, oxirgi kirim narxi 800 so'm ekan. Bu yoqda ham mel 400 so'mdan oxirgi kirim narxi nimasi saqlanib boradi. Buni har doim ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir narsani e'tibordan qochirdik. Xomashyo omborida sizda bo'lsa 10 tonna mel kirgizdik avvalgi videoda. Hozir 16 tonna qabul qildik. Bu 26 tonnaga o'zgardi. Sement ham xuddi shunday 10 tonna sement kirgizdik. Hozir yana 10 tonna kirim qildik. Bu tushish narxi o'zgardi, e'tibor bergan bo'lsangiz. O'sha 400 so'm kilosini 400 so'mdan biz xarid qildik. Yo'l kira va tushirish xarajatlarini hisoblab
dastur o'zi avtomatik ravishda kilosiga yoki donasiga qanchadan to'g'ri kelishini hisoblab beradi. Bu narx har doim o'zgarib turadi. Masalan, bir safar yo'l kira ko'proq berilar, keyingi safar kamroq berilar. Bizda mahsulotimizni tan narxi ham mana shu tushish narxidan olgani uchun mahsulotimizni tan narxi ham avvalgi aytib o'tganimizdek yangilanib turadi har doim kirim bo'lganda. Sementimiz 910 so'mdan tushib keldi va shunaqa. Endi bundan ko'rib, masalan, sotuv narxini ham yangilab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, hozir sotuv narxi 600 so'm turgan bo'lsa, mailda bu 650 so'mga tushib kelsa, buni o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi, chunki biz yonga sotayotgan bo'lib qolamiz. Xuddi shu ko'rinishda kirim qilaveramiz. Bu ombor yangilanadi, o'sha bizning ta'minotchimizda hisobi yangilanib boradi va hokazolar. Keyingi qiladigan ishimiz sotuv. Sotuv tugmasini bosganimizda bizda shunaqa forma ochiladi. Bu yerdan xuddi shunday bo'limidan xaridorlarni tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, Salim akani tanlasak, bu yoqda telefon raqami va hozirgi vaqtdagi qarzdorligini har doim mana shu yerdan ham ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Oxirgi xarid sanasi bu hozircha hech narsa sotmadik Salim akaga. Olgan vaqtidagi sana ko'rinib turadi bu yoqda har doim. Masalan, Salim akani tanlaymiz yo Zarif akani. Bu yoqda ham qidirish tugmasi bor, aytib o'tdim. Qidirib bemalol qaysidir xaridorni topib olishimiz mumkin bo'ladi. Salim akani tanlaymiz va sotuv tugmasini bosamiz. Sotuv tugmasini bosganimizda biz sotuv bo'limiga o'tamiz. Bu yerda nimalar mavjud? Tayyor mahsulotlar. Tayyor mahsulotlarda barcha mahsulot turlarimiz, bu yerda ham qidirib qaysidir mahsulot topib olishimiz mumkin. Masalan, rotbin. Mavjud miqdor, ombordagi mavjud miqdorni shu yerni o'zida ham tekshirib turishimiz mumkin bo'ladi. Sotuv narxini rotbin uchun 27 ming so'm belgilagandik. Miqdorga kiritamiz. Masalan, 20 dona rotbin xarid qilyaptilar Salim aka. Oxirgi xarid ushbu rotbin mahsulotini masalan biz chegirma qilib bergan bo'lishimiz mumkin. Chegirma mana bu tugmani bosamiz, agar chegirma qilib beradigan bo'lsak, masalan 2000 so'm skidka qilib berdik Salim akaga. Oxirgi xarid bu keyingi safar sotganimizda mana shu 25 ming so'm ko'rsatib turadi. Masalan, hozir ko'ramiz buni. 2000 so'm chegirma qilib berdik. Mana bu yerga 25 ming so'mdan saqlandi. Endi keyingi safar yana Salim akaga rotbin sotayotganimizda birinchi saqlab olishimiz kerak. Ushbu oxirgi xarid nimasida hali hozir ko'rib chiqamiz. 25 ming so'm har doim ko'rinib turadi. Keyingi safar 24 mingdan sotsak, undan keyingi safarda 24 ming oxirgi narxi bo'ladi ushbu mahsulotimizda. Keyin shpaklyovka xarid qildilar, masalan 20 ta. Shpaklyovkaga 1000 so'mdan chegirma qilib berdik. Saqlashni bosamiz. Bu yoqqa mana 22 ming so'mdan saqlandi. Kafilni kley xarid qildilar. Kafilni kley omborda 0. Bu sohada asosan ombor 0 bo'lishi mumkin, chunki ertalabdan kechgacha ishlab chiqarishaveradi. Ishlab chiqarilgan mahsulotlar asosan xodimlar bilan hisob-kitob bo'ladi, kechqurun. Bu ombor minusga qarab ketaveradi sotilgan mahsulotlarimiz. Hech qanaqa xatolik bermaydi demoqchiman. Masalan, 10 dona kafilni kley oldilar. Kafilni kleyga chegirma bermadik. 30 ming so'm. Keyin tayyor mahsulotlarimizni kiritib olamiz, sonini, chegirma bo'ladigan bo'lsa chegirmalarini va bu yoqda xomashyo. Xomashyolarimizni ham xuddi shu ko'rinishda sotishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, mel hozir 26 tonna mavjud, sotuv narxi 600 so'm ekan, miqdor kiritamiz, oxirgi narxi boya aytib o'tganimizdek chegirma qilib berishimiz mumkin bu yoqda ham. Barcha mahsulot xomashyo turlarini ham xuddi shu ko'rinishda sotishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, gips deylik, alibastr deyishadi. 100 kilo gips ham sotdik 750 so'mdan 75 ming so'm. Bu yoqda umumiy mahsulot summasi hisoblanib boradi. Mahsulot turlarimiz, miqdorlarimiz, narxi va umumiy summasi. Bu yerda
Salim akani qarzdorligini ko'rib turishingiz mumkin. Telefon raqami va Salim aka. Xaridor ismi. Bu yoqda yana to'lov tugmasi mavjud. To'lov tugmasini bosganimizda avtomatik ravishda mana bu formadan Salim akani belgilaydi. O'sha vaqtni o'zida sizga to'lov qilsa agar Salim aka. O'sha vaqt o'zida to'lov qilsa, to'lov tugmasini bosamiz. Salim aka avtomatik ravishda belgilanadi. Bu yoqda qarzdorligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda hozirgi xarid qilayotgan mahsulotning umumiy summasi 1.315.000 so'm. Bu yerdan biz belgilashimiz kerak bo'ladi. Pul o'tkazish, balkim prechistayni qilib berarlar, yoki klik qilib berishlari mumkin. Dollarda bo'lsa, dollarda to'lov qilayotgan bo'lsalar, masalan $100 bersalar, mana bu pulni o'chirib $100 kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 1.315.000 so'mlik tovar olyaptilar-da, $100 qolgani qarzga o'tadi. $100 pul beradilar. Saqlash tugmasini bosamiz. Endi Salim akani hisobi yangilanadi. Bu yoqda keyin saqlash plus chek tugmasi bor. Saqlash plus chekni bossak, bizga nakladnoy chiqarish imkoniyati mavjud bo'ladi. Saqlash tugmasini o'zini bossak, shunchaki Salim akaga mana bu ma'lumotlar saqlanadi. Omborimiz yangilanadi. Ombordagi tayyor mahsulotlar soni qisqaradi, sotilgan miqdorlarga to'g'ri keladi. Salim akani hisobi yangilanadi, lekin bizda nakladnoy chiqmaydi. Masalan, birdan bosib ko'rsataylik. Saqlash plus chek tugmasini bosamiz va biz chek bo'limiga o'tamiz. Chek bo'limida mana bu nechta nusxa kerakligi. Bizga hozircha bitta nusxada yetarli. Agar Salim akani o'ziga ham berib o'rishimiz kerak yoki o'zimizga ham kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, nakladni ikkita chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi mana shu ko'rinishda chek chiqib keladi. Salim akani qarzdorligi avtomatik ravishda yangilanadi. Chunki 1 million so'm qarzdorliklari bor edi. 1.315.000 so'mlik tovar oldilar. $100 pul berdilar. 12,5 mingdan 1.250.000 so'm, 65.000 so'm aslatga bunga qo'shildi. Mana bu tovardan qolgan 65.000 so'm. Bu har doim shunaqa chiqarayotgan nakladnoyimizda hozirgi paytdagi qarzdorligi avtomatik ravishda chiqib turadi. Har bitta xaridorimiz. Print tugmasini bosamiz. Okay. Va bizga dastur A4 qog'ozda mana shunaqa ko'rinishda nakladnoy chiqarib beradi. Bu yoqda xaridor ismi, telefon raqami, umumiy qarzdorligi hozirgi kundagi va olgan xarid qilgan mahsulotlari umumiy summasi, sana va vaqti, chiqqan nakladnoyimizning sana va vaqti. Biz yana bosh sahifaga qaytamiz, saqlab bo'lganimizdan keyin kirim va chiqimlar va yana sotuv. Bu safar Zarif akaga 5 million so'm qarzdorliklari bor ekan va yana Salim akani oxirgi xarid sanasi yangilandi. Zarif akaga hali hech narsa sotmadik, o'shaning uchun bo'sh turibdi. Salim aka oxirgi marta mana shu sanada nimadir xarid qilgan ekanlar. Buni ham bemalol ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi qarzdorliklari 1.65 so'm. Zarif akaga sotuv bo'limiga o'tamiz. Xuddi shunday tayyor mahsulot. Masalan, rotbinimiz 20 dona esingizda bo'lsa, hali Salim akaga sotgandik. Ombordan qisqardi o'zi. Masalan, 50 dona rotbin xarid qilyaptilar. Chegirma qilib bermaymiz. Shpaklyovka xarid qilyaptilar 50 dona. Saqlashni bosamiz. Kafilniklar xarid qilyaptilar 20 dona deylik. Saqlash. Agar qanaqadir xomashyo oladigan bo'lsalar, uni ham tanlab belgilab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, umumiy summasi, sotayotgan mahsulotimiz umumiy summasi 3.100.000 so'm bo'ldi. Endi bu yoqdan biz saqlashni o'zini bosamiz. Saqlashni o'zini bosdik. Pul kiritmadik, ya'ni Zarif aka pul bermadilar. Endi bu yoqda xaridorlar Zarif akani hisobi avtomatik ravishda yangilanadi 8.100.000 so'mga. Salim aka 1.65 ming so'm o'z qarzdorliklari bor edi. Bizda
e'tibor bergan bo'lsangiz, nakladnoy chiqarmadik, shunchaki saqlab qo'ydik. Faqat nakladnoy chiqara olmaymiz agar saqlash tugmasini o'zi bilan. Nakladnoy kerak emas holatlar bo'lishi mumkin. O'sha vaqtda shunchaki saqlash tugmasi bilan ma'lumotlarni saqlab qo'yaveramiz. Faqat keyinchalik o'sha nakladnoyni qayta topib olmasligimiz mumkin. Biz chek chiqarganimizda arxiv bo'limida sotuv cheklar arxivi degan bo'lim bor. Bu yerda o'sha xaridor ismi, o'sha sana va vaqti, umumiy summasi har doim saqlanib boradi. Xuddi shu sana va vaqtiga 2 marta bosib, o'sha vaqtdagi nakladnoyni yana qayta ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Oddiy saqlaganimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerga saqlanmadi. Hech qanaqa nakladnoy bu yerga saqlanmaydi. Keyingisi kirim va chiqimlar, sotuv, yana zarf akaga kiramiz. Zarf akada kiramiz. Endi yana xuddi shunday, masalan 20 dona rotbin. Biz zarf akaga masalan mahsulot sotdik, qanchadir miqdorda vazifat qildilar. Masalan 20 dona shpaklyovka ham beraylik, kafelniklar ham 20 dona. Oxirgi xarid narxi o'zi avtomatik ravishda yangilanyapti. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu kattaga avvalgi safar bo'sh edi. Bu safar bergan narxlarimiz avtomatik ravishda ko'rinib turibdi. 20 dona kafelniklar. Endi umumiy summamiz 1.600.000 so'm bo'lyapti. Bu mahsulotlarni Zarif aka bizga qaytarib keldilar. Biz qaytarib olib hisoblaridan bu pulni minus qilishimiz kerak. Masalan 1.600.000 so'mlik vazifat qilyaptilar. Buni vazifat qilish uchun mana bu vazifat plus chek va vazifat tugmalarimiz bor. Vazifat plus chekni bosamiz. Avtomatik ravishda Zarif akani qarzdorligidan 1.600.000 so'm o'chirildi. 8.100.000 so'mda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu 1.600.000 so'm avtomatik ravishda o'chiriladi va vazifat chek chiqarishimiz mumkin bo'ladi nakladnoy, ya'ni saqlash tugmasini bosamiz, print tugmasini bosamiz va bizga mana shu ko'rinishda nakladnoy chiqarib beradi. Yana vazifat yozuvi bor. Buni ham har doim arxiv varog'idan yoki arxiv vazifat cheklar arxivi. Mana shu sana va vaqt ustiga 2 marta bosib har doim ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu chiqarilgan vazifat cheklarini ham. Xo'p, bu ma'lumotlarimiz saqlandi. Endi ishlab chiqarish. Ombordan sotilgan mahsulotlar ombordan ayrilishini, avtomatik ravishda ayrilishini ko'rdik. Endi ishlab chiqarishga bosamiz. Ishlab chiqarishda mana shunaqa formamiz ochiladi. Bu yoqda ham qidiruv bo'limi mavjud. Mahsulotlarimiz turlarini tanlab olishimiz, qidirib topishimiz bo'ladi. Endi kunlik ishlab chiqarilgan mahsulotlarimiz. Rotbin mahsulotimiz hozirda 50 ta mavjud. 20 dona edi, 30 ta adashmasam 30 dona edi, 20 ta Zarif akadan vazifat qildik. Avtomatik ravishda omborga qo'shildi haligi vazifat qilingan 20 dona ham. Endi mavjud miqdor hozirda 50 ta ekan, Rotbin 200 dona ishlab chiqarildi. Masalan, bu yoqda xodimlarimizning ro'yxati xuddi shu ko'rinishda davom etadi. Adashmasam 24 tami xodimga tayyorlangan ushbu forma. Agar yo'q, meni xodimlarim ko'proq soni deydigan bo'lsangiz, uni ham moslashtirib beramiz. Masalan, kimlar ishladi? Rotbin mahsulotini ishlab chiqarishda qaysi xodimlarimiz ishladi? Masalan, Sarvar aka ishladi deylik, Asror aka ishladi deylik. Bo'ldi, mayli. 2 kishi 200 dona Rotbin chiqaribdi. Bu yoqda to'landi tugmasi bor. Agar siz joyida rashyot qilvorsangiz, ishlab chiqargan mahsulotlari soniga, xodimlarga ish haqisini birdan beradigan bo'lsangiz, to'landi tugmasini avtomatik ravishda bosasiz. Bu avtomatik ravishda xodimlar hisobini yangilaydi, xarajatlarga ushbu to'langan summani saqlab boradi. Masalan, to'landi qilib saqlaymiz. Biz mana xodimlar
bo'limida hech narsa o'zgarmadi. Chunki ishlab chiqargan mahsulot uchun ish haqini birdan biz to'lab oldik. Bu yoqda yuqorida kirim qilganimizda bir narsani aytib o'tish esimdan chiqibdi. Xarajatlar bo'limida biz kirim qilgan vaqtimizda yo'l kira xarajatlariga va tushirish xarajatlariga qanchadir miqdorda pul kirgizib qo'ygandik. Esingizda bo'lsa 1.600.000 so'm nima uchun? 1.600.000 so'm yo'l kira xarajati uchun, 220.000 so'm tushirish xarajati uchun, mail uchun nima qilgan ekan? To'lov turi bu yoqda naqd. Keyin 1 million so'm sement uchun to'lagandik. Tushirish xarajatlariga 100.000 so'm sement uchun tushirishga bergandik. Endi ish haqi uchun to'lov bo'ladi. Bu yoqda o'zini izohi mavjud bo'ladi hammasini. Ish haqi uchun to'lov 100.000 so'm Sarvar aka uchun. Sarvar akaga naqd to'ladik bo'ladi. Bu yoqda to'lov turi har doim naqdda saqlanadi. Ish haqi uchun to'lov yana Asror aka. Sarvar aka bilan Asror aka o'sha 100 dona rotbin ishlab chiqarishuvdi. 200 dona rotbin ishlab chiqarishuvdi. Adashmasam rotbinga ish haqi 1000 so'mdan bergandik, 100.000 so'mdan ish haqi berdik. Endi bu yerda mahsulotlar omborida ishlab chiqarilgan mahsulotimiz avtomatik ravishda qo'shiladi bu yerga. 200 ta ishlab chiqarildi, 50 ta omborda mavjud edi, 250 taga o'zgardi. Va biz ushbu ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ombordan xomashyolarimiz minus ayrilganini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, mel 26 tonna edi adashmasam. O'sha 200 dona rotbin uchun qanchadir ayrilgan, gips qanchadir ayrilgan, 10 tonna edi, 2 tonna 100 kilo adashmasam gips ayrilgan. Xuddi shu ko'rinishda ishlab chiqargan mahsulotlarimiz uchun ham ombordan xomashyolar kamayib ketaveradi. Mana masalan rotbin qopimiz 200 dona kamaygan 1000 ta edi. Bu bir kunda qancha xomashyo ishlatilgan xomashyolarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana bu ishlatilgan xomashyo bo'limi bor. Ishlatilgan xomashyo bo'limiga o'tsak, mana bu yoqda xomashyolar turlari va mana bu yerda bugungi sana. Endi 2 tonna 600 ml ishlatibmiz, 2 tonna gips ishlatibmiz, qum 400 kilo ishlatilibdi. Mana bu kleylarimiz qanchadir miqdorda 200 dona qop. Bu xuddi shu ko'rinishda saqlanib boradi. Bir kunda qaysi xomashyo turimizdan qancha miqdorda ishlatganimizni bemalol ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Endi keyingisi kirim va chiqimlar ishlab chiqarish. Endi shpaklyovka. Shpaklyovka ishlab chiqarildi 100 dona deylik. Bunda Jamol akani bir o'zi ishladi. Biz to'landini bosmaymiz endi. Saqlashni o'zini bosamiz. Bu yana avtomatik ravishda ishlatilgan xomashyo yangilanadi. Mana shpaklyovka qopimiz 100 dona qo'shildi. Mana bu kleylarda miqdorlari yangilanadi. Shu ko'rinishda davom etib ketaveradi. Bir kun bugungi sanada ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ishlatilgan xomashyolar faqat shularga qo'shilib ketaveradi. Endi ertangi chisloda nimadir ishlab chiqarsak, bu yoqda yana bitta ustun paydo bo'ladi. Unga saqlanib boraveradi hamma mahsulotlarimiz. Endi xodimlar bo'limidan bizda Jamol akaning hisobi 200.000 so'mga yangilandi. Oxirgi hisob summasi 100.000 so'm edi. 100 ta shpaklyovka ishlab chiqardilar. 100.000 so'm ushbu xodimimizga ish haqi qo'shildi. Hisobi yangilanib boraveradi. Biz birdan to'lamasak ham keyingisi kirim va chiqimlar, qo'shimcha xizmatlar. Qo'shimcha xizmatlarda ham yuqoridagi videoda kirgizib qo'ygandik. Yuklash adashmasam 200 so'mdanmi donasiga kirgizgandik. Masalan, bunda ham xuddi shunday yuqoridagi ishlab chiqarishdagidek xodimlarimizni belgilaymiz. Qaysi xodimlarimiz yuklashda ishtirok etdi. Masalan, Sarvar aka, Asror aka.
miqdor qancha mahsulot yukladilar ular. Masalan 300 dona mahsulot yuklab berdi. Bu yoqda ham xuddi shunday to'landi tugmasi mavjud. To'landini bossak avtomatik ravishda bizda xarajatlarimizga saqlanadi. To'landini bosmay saqlaydigan bo'lsak, xodimlarimiz hisobi avtomatik ravishda yangilanadi. Asror akani 100 ming so'm qarzi bor edi. Haligi 30 ming so'mdan yuklashga 30 ming so'mdan pul qo'shilibdi. Masalan, Sarvar akani hisobiga 30 ming so'm qo'shilgan, Asror akani qarzidan 30 ming so'm ayrilgan. Xuddi shu ko'rinishda davom etaveradi. Va yana biz bu yoqda kunlik ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Biz hozir ishlab chiqargan mahsulotlarimiz ishlab chiqarish bo'limiga saqlanib boradi. Mana masalan mahsulot Lotbin miqdor 200 dona, ish haqi 200 ming so'm bo'pti. Ushbu mahsulotimizga sana va vaqti ishlagan xodimlarimiz ro'yxati. Masalan, bu yoqda nechta xodim bo'lsa davom etib ketaveradi ustunlar. Masalan, Sarvar aka ishlabdi, Asror aka ishlabdi, Jamol aka ishlamabdi. Bu yoqda bu ikkita xodimimiz ishlamagan, faqat Jamol akani o'zi ishlagan. Bu yoqda ham har doim ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ishlab chiqargan mahsulotlarimiz shu yerda saqlanib boradi. Va keyingisi. Bularning barchasini ko'rib chiqdik, tushundik deb o'ylayman. Agar qo'shimcha qanaqadir savollar, tushunmovchiliklar bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar bemalol. Video ostida telefon raqamlarimiz, Telegram manzillarimizni qoldiramiz. Keyingisiga o'tamiz, to'lov va xarajatlar bo'limiga. To'lov va xarajatlar bo'limida mahsulot uchun to'lov, ya'ni ta'minotchilarga qiladigan to'lovlarimizni saqlab boramiz, xodimlarga qilgan to'lovlarimizni saqlab boramiz. U to'landidan tashqari, ya'ni agar to'landini bosib ishlab chiqargan mahsulotlarni belgilaganimizda to'landini bosib saqlasak, hech qanaqa xodimlarga to'lov uchun alohida pul kiritmaymiz. Bu yoqda qo'shimcha xarajatlar, esingizda bo'lsa kecha avvalgi videoda saqlab qo'ygandik, non, suv. Hozir ko'rib chiqamiz bularni. Va to'lov qabuli, ya'ni xaridorlardan to'lov qabul qilamiz. Masalan, birinchidan boshlaymiz, mahsulot uchun to'lov. Mahsulot uchun to'lovda ham xuddi shunaqa forma ochiladi. Bu yerda qidiruv bo'limi mavjud, ya'ni ta'minotchilarimizni ismlaridan qidirib topib olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, Asliddin akadan hozirgi vaqtda 17 million 400 ming so'm qarzdorligimiz bor ekan. Endi biz to'laydigan summamizni mana shu summa katakchasiga kirgizamiz. Masalan, 12 million so'm pul chiqardik. Bu yoqda yuqorida esingizda bo'lsa, mana bu tugmalardan qaysidir birini belgilasak, mana bu dollarda, bu klik qilib bergan bo'lamiz yoki pul o'tkazish. Agar hech qaysi birini belgilamasdan saqlashni bossak, naqd ko'rinishida bergan bo'lamiz. Masalan, 12 million so'm naqd to'lov qildik Asliddin akaga. Asliddin akani haqdorligi avtomatik ravishda kamayadi bizdan. Ya'ni xomashyo beruvchilarda Asliddin akada mana 5 million 400 ming so'm qarzimiz qoldi. Shu hisobda. Endi masalan, to'lov va xarajatlar, mahsulot uchun to'lov, Asliddin akaga yana $200 pul berdik. Bu yerda hech qanaqa alohida kursga ko'paytirib, nima qilib saqlashimiz zarur emas. Ya'ni masalan $200 beryapmizmi? So'mga ko'paytirib 2,5 million so'm yozishimiz shart emas. Chunki bu to'lov turida dollar bo'lib saqlanadi. Ertangi kunda hisobotlarini ko'rganingizda ham mana shu kunda dollarda shuncha pul bergan ekanman deb bemalol eslab olish uchun bu. Xullas shu ko'rinishda $200 beradigan bo'lsak, 200 ni o'zini kirgizib, dollarni belgilab saqlab qo'yaveramiz. Bu avtomatik ravishda mana bu kursga ko'paytirib, Asliddin akani qarzdorligidan o'zi ayiradi. Bu to'langan to'lovlarni ham xarajatlar bo'limida ko'rishimiz mumkin. Xarajatlar bo'limida xomashyo uchun to'lov 12 million so'm Asliddin aka uchun.
izohida aslida akaga shuncha pul to'lanibdi, значит. Xomashyo uchun to'lov yana 2,5 million so'm, haligi $200. Aslida aka uchun mana bu to'lov turi dollarda. Va yana bularni alohida xarajatlardan alohida ham kuzatib borishimiz mumkin bo'ladi. Xomashyoga to'lovlar bo'limidan qilgan to'lovlarimiz mana shu joyga saqlanib boradi. Buni ham tekshirib turishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi va yana mahsulot uchun to'lov. Kamol akada bizda $1200 qarzdorligimiz bor edi. Bu ham xuddi yuqoridagidek, masalan biz so'mda 10 million so'm pul berdik Kamol akaga. Yokida pul o'tkazish qilib berdik. Saqlashni bosamiz. Bu avtomatik ravishda haligi qarzdorligini kiritgan summamizni dollar kursiga bo'lib, dollarda ayiradi Kamol akani hisobidan. Men hozir kirgizgan summamiz 10 million so'm ekan, 1250 dan $600 bo'ladi. Yo'q. 1250 dan hisoblaganda bu yoqda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. $800 ekan. $800 ekan. $1200 qarzdorligimiz bor edi. Avtomatik ravishda kursga bo'linib saqlanaveradi. Demoqchi bo'lganim, alohida kalkulyatorda hisoblab dollar bersangiz so'mda yozib o'tirish shart emas. Va yana bu yoqda xodimlarga to'lov. Bu yoqda xodimlarimiz ro'yxati, har doimgidek qidiruv bo'limi mavjud. Xodimimizni tanlaymiz. 230 ming so'm bizda pul bor ekan, Sarvar akani. Masalan 230 ming so'm berdik. Naqd berdik. Hech narsani belgilanmasak naqd saqlanadi. Sarvar akadan qarzdorligimiz 0 bo'ldi xullas. Asror aka 70 ming so'm o'zi minusda, Jamol akani 200 ming so'm puli bor bizda. 200 ming so'm kiritib qo'yamiz. Naqd bo'ldi. Xodimlarga to'lovlar ham alohida xarajatlarga ham saqlanib boradi. Mana ish haqi uchun to'lov, Sarvar aka uchun va hokazo izohlari bo'ladi o'zini, sana va vaqti bo'ladi o'zini. Va yana xodimlarga to'lov bo'limida ham kuzatib borishimiz mumkin bo'ladi. Hali yuqorida to'landi deb bosgan saqlagan ma'lumotlarimiz uchun bular 100 ming so'mdan saqlangan va hozirgi to'lagan summalarimiz saqlanib bormoqda. Endi bu yoqda yana to'lov va xarajatlar, qo'shimcha xarajatlar. Qo'shimcha xarajatlar avvalgi videoda saqlab qo'ygan nonga, suvga va hokazolar. Masalan, kunlik non olib keltirish mumkin ishchilarga, abetiga, boshqasiga. Masalan, summa 50 ming so'm deylik. Bu yoqqa esingizda qolmaydigan rasxod bo'lsa nimadir, qo'shimcha izoh yozib qo'yishingiz mumkin. Izoh yozish majburiy emas. Izoh yozishingiz ham mumkin. Agar izoh yozmasangiz, saqlashni bosamiz, bu avtomatik ravishda xarajatlar bo'limida non uchun degan izoh bilan saqlanib boradi. Keyingisi to'lov qabuli. To'lov qabuli bo'limida bu yoqda xaridorlarimiz ro'yxati, masalan, Salim akani 1,65 million so'm qarzdorligi bor ekan. Zarif akani 6,5 million so'm. Xuddi shu ko'rinishda qidiruv bo'limi mavjud. Salim akani belgilaymiz. Salim aka masalan $100 to'lov qildilar bizga. Saqlash tugmasini bosamiz. Endi Salim akadan biz 185 ming so'm qarz bo'lib qoldik. Bu yerda ham xuddi shunday. Qanaqa to'lov turida to'lov qilsalar, o'shani saqlab qo'yaveramiz. Zarif aka masalan 3 million so'm klik qilib berishlari mumkin. Saqlashni bosamiz. Va bu ma'lumotlarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi xaridor to'lovlarida. Xaridor to'lovlarida Salim aka birinchi safar mana 17.21. Birinchi safar sotuv amalga oshirganimizda $100 bergandilar. Hozir yana $100 qabul qildik.
va 3 million so'm zarf fikri. Bu ham saqlanib boradi. Bo'ldi, hozircha bizda shular. Nasib inshaalloh keyingi videoda hisobotlar bo'limi bilan tanishib chiqamiz. Hisobotlar bo'limida mana xaridor hisobotlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xomashyo beruvchi hisobotlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xodimlar hisobotlari va umumiy korxonaning hisobotlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bularni endi keyingi videoda, oxirgi videoda bular bilan tanishib chiqamiz va dasturning qo'shimcha imkoniyatlarini ham birdan ko'rib chiqamiz.